أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته İngilizce Kur'an-ı Kerim dersi 13. kısım. Aldın kıtımda Allah Subhanahu ve Taala'nın ki şu kala vakası hakkındaki tarihini şu ayetlerinin ki kısaca tercümesini bir sözlep ötken bulduk. Bununki 101 sebebinin asası yığındısı şu Bani İsrail içinde bir kişi öldürülüp bunun katilliğinin ki kim sadır kılganlığını bilinmegen, yani katil tepilmegen ve kişiler özara birbiriga şu katillikni sen kıldın deb üç adavet hatta uruş çıkış gadabı turgan vaqtda Allah Subhanahu ve Taala mo'jiza qilib şu kalaning bir parchasini urush bilan o'likni tirildirib bergan. Ve şu tirilgan kishi o'zini kimning o'ltirganligini aytib bergan. Bu Allohning katta qudrati bo'lganligi uchun mana bu kala voqeasi alohida bu surda bayon qilingan deydi Allohu alam. Endi darsimizni qilaylik. 74-oyat. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Then after that your hearts were hardened and became as stones or even worse in hardness. And indeed there are stones out of which rivers gush forth, and indeed there are of them stones which split asunder, so that water flows from them. And indeed there are of them stones which fall down for fear of Allah, and Allah is not unaware of what you do. Andin shundan keyin sizlarning qalbinglar qetib ketdi va xuddi tashdek bo'lib ketdi yoki qattiqlikda texmi yomon bo'lib ketdi, ya'ni tashdimi yomon bo'lib ketdi. Va haqiqatan u tashlar ichida uningdan etilib daryolar hosil bo'lganlar bor. Ya'ni etilib chiqib daryolar hosil bo'lgan. Va u tashlar ichidan yerilib uningdan suv eqib chiqadiganlar bor. Va yana shu tashlar ichidan Allohdan qo'rqqanlikdan tushib ketadiganlar bor. Ya'ni pastga tushib ketadiganlar bor. Ve Allah sizlar amal qilib ishlaringlardan Allah g'ofil emasdir. 75-oyat. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Do you faithful believers covet that they will believe in your religion in spite of the fact that a party of them, Jewish rabbis, used to hear the word of Allah, the Torah, and they used to change it only after they understood it. Sizlar ey mümin kishilar, ya'ni faithful degan iymonli kishilar, shuni tamo qilamsizlarki, ularningki sizlarning diningizga ishonishini. Amaliyotda ularning bir qismi, ya'ni yahudiylarning olimlari Allohning so'zini anglagandan keyin, tushungandan keyin bilib turib o'zgartgan tursa, sizlar ularningki sizlarning diningizga ishonishini tamo qilamsizlar ey mu'minlar. 76-oyat. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. And when they, Jews, meet those who believe Muslims, they say we believe, but when they meet one another in private, they say, shall you Jews tell them Muslims what Allah has revealed to you Jews about the description and qualities of Prophet Muhammad, peace be upon him, that which are written in the Torah, that they Muslims may argue with you Jews about it before your Lord. Have you Jews then no understanding? Ve ular musulmonlar bilan, mu'minlar bilan uchrashgan vaqtida aytadiki, biz ishondik deydi. Ve ular bir-biri bilan ayrim maxfiy holatda uchrashganda ular aytadiki, sizlar yahudiylar ularga, ya'ni musulmonlarga Allah sizlar yahudiylarga oshkorlab bergan narsani aytib beramsizlar.
Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamninki sifatlarining ularninki kitoblari, ya'ni Tavratda yozilganligini sizlar aytib beramsizlar. Ularning, ya'ni musulmonlarning sizlar Yahudilar bilan u to'g'riliq Parvardigoringlarning oldida munozirlashish uchun. Sizlar Yahudilar tushunmamsizlar deb bir-biriga shundoq deydi. 77-oyat. Avvala ya'lamuna annalloha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. No, they Jews, not that Allah knows what they conceal and what they reveal. Ular, ya'ni Yahudilar shuni bilmamduki, Allah ularninki yushirganlarini va ularning oshkorlaganlarini Allah bilib turganligini bu Yahudilar bilmamdi. 78-oyat. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. And there are among them Jews, unlettered people, who know not the book, but they trust upon first desires, but they guess. Ve ula, yani Yahudiler eşidin savaşsız kişiler baki, kitabını bilmeydi. Lekin ula kuruk, yalgan arzularla işinedi. Fakat ula guman kılıdı. Mana şundaq kişiler hem var. 79-oyat. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Then woe to those who write the book with their own hands, and they say this is from Allah, to purchase with it a little price. Woe to them for what their hands have written, and woe to them for what they earn thereby. Ve kitabını öz kolları bilen yazıp, andinkin bu Allah'ın deydiğen kişilerge vay bolsun, halaket bolsun. Ular şunun bilen azgına bir pulni setibiliş, şununla erişiş için şundaq kılıdı. Ularning kollarının yazganlık için ularga vay, ularninki şunun bilen erişken, yani şu yazıp, şunun bilen tapkan nesli için ularga vay. 80-oyat. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. And they, Jews, say, the fire, hellfire on the day of resurrection, shall not touch us but for a few numbered days. Say, O Muhammad, peace be upon him, to them, have you taken a covenant from Allah, so that Allah will not break his covenant, or is it that you say of Allah what you know not? Ve ula, yani Yahudiler aytadi ki, ot, yani kıyamet günündeki devzak oti bizni tutmaydı, lekin fakat vaqtliq kunlar bizga yetadi deydi. Yani sanalgan kunlar deydi. Ey Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem, ularga aytqin, sizlar Allah'dan bir ahde to'xtam oldinglarmi? Allah öz va'dasini buzmaydiganga. Yoki u sizlar Allah nomidan sizlar bilmaydiganni da'vat qilinglarmi? 81-oyat. بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yes, whosoever earns evil and his sins has surrounded him, they are dwellers of the fire, hell. They will dwell therein forever. Kimki yaman amellarni, günahlarni qilsa ve uning gunohi uni qurishib olsa, ular devzaqda o'rinlashquchilardir. Ular bu devzaqda mangu qoluvchilardir. Forever degan abadil abad shu joyda qoluvchilardir. Oxirida yangi so'zliklarni o'qitaylik. Split, yerilmoq. Asunder, parcha. Flows, oqmoq. Unaware, bexabar. Covet, tama qilmoq. Religion, din. Private, shaxsiy, maxfiy. Unlettered, savossiz. Guess, faraz qilmoq. Shuning bilan bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh yana darsimiz kelar qatim yana davomlashadi. Allah subhanahu wa ta'ala kelar qatim sog' salomat uchrashishni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. A'udhu billahi